Mana shu bir xil bolalarga hayron qolaman. Ne bir xillari. Ko'rishga borib qolsang, ozgina o'tirasan, gap yo'q. Gaplashib, keyin sekin misolchi ketayotganingni bo'ldi ko'rishamiz, yo'q yo'qsa, xotiniga ruxsat bermayaptimi, yo xotiniga chaqiryaptimi, yo bu yo'q deb taku qichchu gap qilishadi. O'shnaqa bolalarni mening nasiga bitta gap aytmoqchiman-da. Men yashash uchun uylanganman-da, prosta takka xotinim ancha bitta o'zi yotish uchun uylanmaganman-da, yo bitta o'zi o'tirish uchun uylanmaganman-da. Salla boshqa maqsadda uylangan bo'lishlaring mumkin. Tagji misol uchun mazam bo'lmasa, nimadir bo'lsa, настроением bo'lmagan taqdirda ham o'sha xotinim bilan o'tiraman, maza qilaman, gaplashaman, o'sha dam olaman. Salla bilan to'g'ri 1-2 soat dam olishim mumkin, lekin bunaqani qichchu gap qiladigan bolalar bilan o'tirganda misol uchun dushevni o'tirib ham bo'lmaydi. Sallaniga mishleniyasi saga nidagonskiyroq bo'ladi-da o'zi. Salla misol uchun nada bo'di shamollab qolsam bor, ikkitizoni dori tashab ham keta olmaysanlar, aqllaring yetmaydi. Tamam, qichchu gap qilib qo'yasanlar bor. Hozir o'zi shundan ham kommentariga keladi. Xotin qo'llab nimadirlar. Lishni menga po'xo'y, meninglarning ham qo'ygan joyim bor. 100% aytolman, vashshi qiz emas meninglaring. При себе держите свое мнение degan joyi bor-da. Mishleniyani ozgina o'zgartirish kerak. Salla shunaqa xotinlaringni o'tkazib qo'yadigan takoy bo'lsalaring, hamma shunaqa takoy bo'lib yurish kerak degani emas. Hamma har xil niyatda uylangan, hamma har xil niyatda misol uchun turmush qurgan. Hamma har xil hayotga qaraydi. Qiyin paytda o'sha o'rtoqlaring turib beradi, yo'q deb qo'yadi, bir xillari, "Oy, turib bera olmaysanlar, shovurlaring, ishlaring chiqib qoladi, muammoda bo'lasanlar, nimadirlar bo'lib qoladi. Qattiqdir zaynat bo'lib qolasanlar, nimadirlar bo'lib qoladi." Ya'ni faqat shu gapda-da. Turib beraman, takoy brat, yo'q, bu yo'q. Net takovo-da, konkretni ham отвечаю, yo'q unaqa narsa. Agar misol uchun mana gapim noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri deb aytishlaring mumkin. Noto'g'ri deydiganlar ham po'xo'y menga qiziq emas. Zdravый mujiklar misol uchun oilasi chaqirayotgan paytda sirazi ketadigan bo'lsa, g'iring demaydi, bir og'iz hech nima demaydi. Bo'ldi, brat, o'rtoq ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil, uydagilarga oilangga salom ayt deb qo'yishadi, bo'ldi, ortiqcha gap so'z ham bo'lmaydi. U detskiy panayt keladi, unaqa edi, bunaqa edi bo'ladi. Bo'shashmay yuraverlaring.